أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Cenab-ı Allah'ın tevfik, fadlı, merhametiyle bugün okuduğun kitabımız şu Tefsir-i Nesefi. Tefsir-i Nesefi burun şu ezerininki senevisiga muqarrar kılınan kitaptı. Biz kayga vakılda şunu okugan senevide. Hazırki bu kitabının 4 kısım kılıp besilişi asli şu ezerinin senevisi 4 yıl oğaçka 4 bölüp besilgan bu oğaçka hazırki kulumuzun kitabıma 4 kısım ayırıp koyalım. Onun 2 mücellet 2 kısım kısı buldu. Şu burunki tariqida 4 yılga bölgen alıştı. Bu kitap hazır kulumuzdaki nüshası tahqiqlangan nüsha. Tahqiq ilmi atalgılarının bir soğan iken bu kitabını okuş jarayonida münasibetlik bazı bir ilmi faydalarını deb o'tmasak bo'lmaydi. Tahqiq burunki kitaplarni sharhlash qoidasiga yaqin bu. Şundan bir de taraqqiy qilgan shakli. Burun 100 yil ilgari ya 50-60 yil ilgari bir olim bir kitap yozgan bo'lsa, keyin ya sharhlab ya uni hashiya yozib qildi. Aşu keyin taraqqiy qilib hozir tahqiq shaklini olgan. Bu masalan shu kitobning tekstiga izohlashga muhtoj ma'lumot bo'lsa, izohlab o'tashdan iboratdi. Shunga masalan muhaqqaq Kamal ibn al-Umam deymiz. İbn Hajar, Nevavi, müşahidin muhakkikin. Yani bu aşı meseleni vahiy yetkizip tadqiq qilib yakunlab chiqaradigan. Lekin nima da ilmi tadqiqot sohasida bu keyin boshqa bir tusini oldi. Boshqa bir ilm yoki boshqa bir tarmoq holatda hozir tahqiq desa odat shardan boshqa bir narsani tushunamiz. Hozir tahqiq nimadan iborat desak, burunqi qo'l yozmalarmizmi? Qo'l yozmalarni bir kitobning bir necha nusxasi bo'lsa, hammani izlab topib, bir-biriga selishtirib, buni iboratini ruslagandan keyin, to'g'risini topgandan keyin, shunga lozimli butun sharhni to'liq berib izohlashdan iborat. Oyat bo'lsa, falon suradan deb qo'ydi, to'liq deb qo'ydi. Hadisni tahrij qilib, hukmni bayon qilib qo'ydi. G'arib lug'ati bo'lsa, uni sharhlaydi. She'r bo'lsa, hukmning she'ri hammani to'liq deb qo'ydi. Oldida masalan muallifning tarjimasidan ma'lumot turdi. Shu kitob to'g'riliq ma'lumot turdi. Agar tahqiqlanmagan kitob bo'lsa, biz ba'zida muallifning kimligini qo'y o'qiymiz kitobni. Ham bu kitobning qandoqlab kelib qolganligi, qaysi kitobning sharhi ya'ni uni ba'zi o'qimay o'qib ketamiz. Oldida ma'lumot berilsa, to'liq jarayondan vaqt bo'lgan. Odatda shu islom madaniyatini barpo qilgan millatlar, shu islomni qabul qilgan millatlar mislsiz shu bir madaniy meros qoldirib ketgan. Arab tili eng munosabatli til, balog'at masalan. Musadimiz Uyg'urlardan boshqa millatlardan bilmali yetishib, asl qo'shaloq shuni. Natijada u qoldirib ketgan madaniy meros necha million qo'l yozma. Hozir bunun tahqiq qilinib yoki odatga nashr qilinib qo'limizga tekkanlari buning bir 25% 30% deydi. Qolgan bo'lsa qo'lyozma saqlanib qoladi. Uyg'urcha bunda madaniy meroslar qo'limizga yetib kelgan az bo'lgan ekan, hali bu Uyg'ur tilida tahqiqlash degan so'zning dal ifoda qilgan so'z yo'q hozir. Shuni buni qanday qilmaslik? Ko'p kitobdan birini nashr qilgan kishi shu tahqiqlashni qilgan kishi nima deydi? Nashrga tayyorlig'icha, izohlig'icha deb qo'ydi. Amaliyotda u dal tahqiqlash emas. Uyg'urcha bizda tadqiq qildi deymiz-ku, tadqiq qildi deymiz. Aslida daqqaqa yudaqqiqu. Ya'ni inchikilib bizdan tekshirdi degan bo'ldi. Lekin bu tahqiq degan haqiqatini ichib berdi, haqiqatini yetkazdi demaslar. Ammo fiqh kitoblarda tahqiq desa ayrim bir atalg'i. Savqul amr bidalilihi deydi. Yani tahqiq desa savqul amr bidalilihi. Yani her bir so'zni yoki bir masalani o'zining dalili bilan birga akarsa, bu tahqiq. Bu ayrim bu fiqh kitoblarda yoki shar'iy kitoblarda maslahat qilinganimiz. Bunda hozir tahqiq desak, qo'l yozmani izohlab, hozirgi zamondagi o'qirman foydalana oladigan shaklda o'ttirib qo'yib bergani shu tahqiq. İnşallah shu darasolya bitirib magistrlik o'qigan vaqtingizda cho'qim shu qo'l yozmadan birasini tahqiqlasanglar intayin foydali. Hozir shu tahqiq degan bu so'zni Uyg'urchaga kirgizish kerak. Bu Uyg'urchada ilmiy atalg'i jihatdan bir namoratlik nomasi. Yani bu ish bo'lmagan ekan, bu ishning o'zi bo'lmagan ekan, bu atalg'ini kirmagan ekan. Shuni kirgizish kerak. Yani tahqiqlash, tahqiqladi degan so'zni ishlatish kerak. Qo'l yozmani hozirgi zamon tilida sharhlab sungan kishi. Biz bu muqaddimat tahqiqni bir tezroq o'qib o'taylik. Chunki kitobni tushunishimiz uchun, kitob tili atalg'ularni o'zlashtirishimiz uchun shu juda muhim. Muqaddimat tahqiq bu kitobni tahqiqlagan tadqiqotchi tarafidan yozilgan muqaddima ekan. Alhamdulillahi robbil alamin. Xatama kutubahu bil Qur'anil mubin.
ورسله بمحمد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يعد تفسير القرآن الكريم من أدق المهام التي تصدى لها وحملها كوكبة من أئمة المسلمين. Yani Kur'an-ı Kerim'de tefsirleş. Müslümanların imamlardan bir grup, bir türküm alimlarının öz üstüge elep, tutuşkıygan, yani eğer mesuliyet karakterlik vazifenin birisi deydi. Ve ulemâihim litteysir ala ibadillahi fehme kitabihi. Kişilerge Allah Teala'nın kitabını düşünüş, kolay bulaş üçün ve idrak maramihi ve gayati. Bundan maksat kılgan mezmun ve gayini düşünüp yetiş üçün ve lukuf inde evamirihi ve nevahihi. Bunu kelgen buyruk çekilmelerge emel kılış üçün. وكان من تلك الكوكبة المباركة من أهل السنة والجماعة الإمام عبد الله ابن أحمد النسفي رحمه الله. Yani şu alimlerin katarından muş İmam Nesefi mübarek. İsmi Abdullah ibn Ahmed. Sahibi Medarikut Tenzil ve Hakaikut Tevil. El-Ma'ruf bi tefsirin Nesefi. Adette tefsirininki ismi uzun koydu. Onu da eğirkegelikten muallifinin nispet verip lan tefsir Zemahşeri, Tabari, Nesefi, Kurtubi'de plan çıkartıp koydu. Bu da Seyyid Bukhari degende. اَلَّذ۪ي نَحْنُ بِصَدَدِ تَقْدِيمِهِ مُحَقَّقًا. Biz hazır tahkiklangan halette sunmakçı buluvatkan muş kitap şöyle. Menhecun Nesefi fi tefsir. Yani tefsir kılışta kanda usulda tefsir kılıdı. Tutkan yolu, metodu nime. Haddedil İmam Nesefi fi mukaddimet tefsiri el-menhecellezî ittebe'ahu. Tefsirinin mukaddimesiyle özünün tefsir kılıştaki menhecini bunda bayan kıygan deydi. قد سألني من تتعين إجابته كتابا وسطا في التأويلات. Men zade talebini yad koysam bulmaydigan aziz kişiler menden soru dedi. Çoğun kişilikke orta hal bir tefsir kitabından birini bir şimdi soru dedi. Ben onun gepini yandıramayım. Çoğum koyduğun kişiler dedi. Te'vilat degene mesela te'vil degen bunu kime çıkıyordu? Şeyde tefsir manada. Tefsir manaya yakın yani. Şerhlaş, izahlaş, tefsirleşme. Cami'an li vujuhil i'rab vel qiraat. İ'rab ve qiraat türlerini cemlep dedi. Ve bu kitapta i'rab kuma ehemmiyet bildirdi. Qiraatını bayan kıldı. Bulama 7 qiraatını. Mutadamminan li daqaiq ilmil bedi' vel işarat. İlmil bedi' vel işarat yani balagatını iki ilmi var. İşarat degen ilmil maanini gösterdi. Haliyen bi aqavil ehli sünne vel cema'a. Haliyen degene yani zinnetligen aletleri. Ehl-i sünnet vel cemaatinin sözleri, göz karışları bilen zinnetler. Haliyen an ebatil ehl-i bid'a ve dalale. Bid'at, zalalet ehlininki yalgan yapadak sözlerden tazılgan aletler. Pakiz kılıp deydi. Leyse bit-tavil mumil ve la bil-qasir muhil. Bek ziriktirütüzgan uzun mu emas. Mani ifadelenmeye kaldığan, kem tukup koyduğan kısmı emas. Orta hecminde bunda bir kitap tüzdüm deydi. يقول الدكتور محمد أبو شهبة وهذا الزمن أزر عالمlerden İsrailiyat ve mevduat fi kutub tefsir bir mücellet kitap. Şu tefsirde kelgen ehli kitap arqılık rivayet kılınıp tefsirge kirip kalgan, Müslümanların tefsirge kirip kalgan şunda gep sözler doğrulukla mezgin. Doktor Muhammed Ebu Şube tefsirin Nesfi toktulup ve huve yu'tabaru bihaq muhtasaran li tefsiril keşşaf. Bu keşşaf tefsirininki kıskartılması hesaplandığı değil, muhtasar hesaplandığı değil. Lakin sanahu min al-ara'il i'tizaliye elleti bethat Zemahşeri fi tefsiri. İmam Zemahşeri tefsirge çeçip etken i'tizali mu'tezil fırkasının karışlarından tazladı dedi. Evet, Zemahşeri mu Hanefi, lakin özü mu'tezile. İmam Nesefi mu'tezile olmanıken mu'teziligi tevbe karışımını çıkarıp taşlap, aşı Zemahşeri'nin keşşaftını kıskarttığı dedi. Nesefi'nin şunda demek mi adam? Tefsir Nesefi keşşafınınki kıskartılması demek. Emniyet del kıskartılması olmaz. Keşşafın asas kuturup başka tefsirden mi faydalanıp kol ilkidike. Bunu yazgan tefsir. Yani keşşafın muhtasarlığını da koysa bu kitabının kıymetini sürüyordu. Keşşafın başka kitabından mi faydalanır. وحذف منه طريقة السؤال والجواب في الإفصاح عن وجوه البلاغة. بعض القرآن'daki balagı noktalarga qarta keşşafta mesela فإن قلت لماذا degende bunda sual koyar. Qultu
Bundadır cevap verip bundan kadar usul var keşfetler. Nima uchun bunda deb bunda dedi. Nima uchun bu so'zni ishlatmay bunda so'zni ishlatgan do deb so'rasam bunda javob berman degan usul bor. U usulni ishlatmay, ilib tashlatdi dedi. Amaliyotda ilib tashlatgan bo'lsa mazmunni eklaylik. Bu usul degan bo'lsin. Ve esrar-ı i'caz mesela. Mucizlik tarafının sırlarını ve beyanın manalarını bayan kılışta demek bu Zemakşeri'nin usulü şundadır. Diken nesefi usulunu baş usulunu işlettirir. İlla Doktor Muhammed Hüseyin el-Zahabi, Muhammed Hüseyin el-Zahabi'nin ki et-tefsir ve mufassirun diyen iki mücellet kitabı var. Bu bütün şu muallifinin devreki kadar yazılgan tefsirlerini bir-birlep tahlil kılıp baha verip çıkarlar. Şeyh Zahabi hem de kitabı baha verişte sal canış gerek obdarak baha vergen dedi. Yani adak fil ibara min Ebu Şuhbe. Ebi Şuhbe desek mi buldu? İki kısmını bizleştirirsek Ebu Şuhbe desek mi buldu? Min Ebi Hanife min Ebu Hanife desek mi buldu? Caiz. Yani başka sözler bir sözün ornunda koyduk. Demek tefsir ve mufassirun degen kitabı tefsir-i nesefi doğruluk tohtulab nadir. Ve avrada fihi ma avradahu Zemakşeri fi tefsiri min el-esileti vel ecvibe. Zemakşeri ekegen sual cevabını ekeldi deydi. Lakin la ala tariqatihi min qavlin. Fe in qila qultu diyen tariqada emas. Bel ceale dergi fil qalb kelaman mudracan fi dimni şerhihi l-aya. Aş ayetini şerligen, izahlagan özünün tefsirinin arasında tıkırattı deydi. Sual cevap tariqasında bulmasa mı mezmununu yoktu koymadı demek. فتفسير النسفي مليء بتلك الأسئلة والأجوبة التي غفل عنها الدكتور أبو شعبة. فإن قيل قلت ديgan sözünü ekemmede dedi. Demek meyada hazır şıkıl baha oldu. Doktor Zahabi'ninki bekrak cayda. Ve tefsirin nesefi çünkü ta degan bir şey çünkü deymiz. Yani adak ibara çünkü tefsirin nesefi şu Ebu Şufa yoktu bu kitapta diyen lık toşup ketkendir. Sual cevap namazı. Yani şununki mezmunu bilen toşkan. Ve fi hine yara Doktor Zahabi enne tefsir nesfi mucizul ibara sahlul ma'khad. Doktor Zahabi bahavrişte mındadır. Tefsir nesfi ibaresi kıska, düşünüş kolay değil. Sahlul ma'khad degene düşünüş kolay demek. Muhtasara min tefsir keşşaf. Keşşaf tefsirinin kıskartılması, cami'an li mahasini, onundaki evzelliklerini, en yaxşı tarafını emin toplap ağan, yaman tarafını taşlif etken. Ve min tefsiril Beydavi. Hatta tefsir-i Beydavi'de mu ağan deydi. Tefsir-i Beydavi emeliyatta ve tefsir-i Nesfi'ye olsa şu Keşşaf'ınki bir xil süzmesi. Degen muallifi Şafii, mağı Hanefi. Yani Keşşaf'ın sahibi mi Hanefi, ma Nesefi mi Hanefi. Ya Şafii Keşşaf'tan paydalanıp tefsir-i Beydavi deydi. Demek ma Nesefi undin kim kelgendiken, Beydavi Nesefi'de ilgiri. Nesefi kelgendiken anılım mağınım paydalandı. Münasır iş kitap. حتى أنه لا يأخذ عبارته بنصها أو قريبا منها ويدمنها تفسيره. Hatta Keşşaf'ın hem Beydavi'nin tefsirinden faydalandı. Hatta ki bu ibarenin özgertme aynen alıdı deydi. Yani onun yaxşı ibare sürenmesi az bulur. Yani başta yazıp koyarken Keşşaf'tan faydalananlıkı yani. Yere Doktor Ebu Şuhbe enne tefsiren nesefi ca'eke aslihi. Demek Ebu Şuhbe'nin karşıda tefsir nesefi aş keşşaf okşaş keldi deydi. Kaç cihetten muqillen min zikril İsrailiyet. İsrailiyetini bayan kılıçta az bayan kıldı deydi. Keşşaf'tımın şunda demek için. Ve kad yedkuru ba'daha ve yunabbiyu ala adem sahhatihi. Bazıda İsrailiyetini ekegen takdirde bu doğru emaslikini ayıgıda taakip kılıp bayan koydu deydi. وقد يذكر بعض الخرافات والموضوعات من قصص وأحاديث لا يفطن إليها. Bazen de kurafi gepli olsun, bazı yalgan yapıdak. Bunda tefsir münasır gepsiz olup kalsa bazı tuymay katadı depketliğe yerim var mı? La yeftin yani dikkatlanmay kalıdı. Tuymay kalıdı. Ama Doktor Zahabi feyekul. Lakin Doktor Zahabi'nin bahası okşaşamazsın ama ومما نلحظه على هذا التفسير أنه مقل جدا في ذكره الإسرائيليات. İsrailiyet degan demekte ehli kitap yolulan kâgen dini malumatını İsrailiyet deymiz. Şunu beklam az ekilidu deydi. وما يذكره من ذلك يمر عليه بدون أن يتعقبه أحيانا. Bazıda ayıqdım ma İsrailiyet bu yalga yaparak da baha bəmeylam, gepkunmaylam ötek bitiyordu. Bazıda ayıqdı bu çatak kağıt da tanqlab ötek bitiyordu. Ve ahyanen yeta'akkabuhu yani akıdı gepip koydu ve la yertadihi. Onu özden kailemeskine, razemeskine bayan koydu. Ve yekul ve la'allahu yara enne kulle ma yemussul akide min hâzel qasas.
Belki mavu Hazreti İmam Nesefi'ye yaxshi tarafini o'ylab o'zlari bayon qildi. Balki hamda İmam Nesefi shu Isroilda kelgan qissalar Davud mundaq qilgan, Ayyub alayhisalom mundaq qilgan, yolg'on gaplar gaplar. Bunga mush qissalarda aqidaga munosabatlik tarbi bo'lsa, Alloh bilan chirishdi degandek gaplar bor Isroilda. Bunda nas bo'lsa buni qat'iy qabul qilmaslik kerak deb qaraydigan bo'lishi mumkin. Endi boshqa ishonsakmi, ishonmasakmi jiq bir farq yo'q. Odatdagi bir gap bo'lsa, buni shunday qo'yib qo'ysakmi bo'laverdi deb qaragan bo'lishi mumkin İmam Nesefi. Yecib tanbih ala adam sihhat. Demak, aqidaga munosabatlik chataq gap bo'lsa, buni xato deb qo'yish kerak. Va ma la musul aqida fala ma'na min rivoyati. Aqidaga munosabatsiz bo'lsa, uning zin yo'q deb qaraydigan bo'lishi mumkin. Madama yahtamilu sidq wal kadhib. Rasul bo'lishi mumkin, yolg'on bo'lishi mumkin, shunami? في ذاته ولا يتنافى مع العقل أو يتصادم مع الشرع يا شريعة كزيد كما يلغان يا أقل رد قلوات ما يلغان على تبوسا شنا أكبر قويساق ما يلدي الاستباغوا فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ده شو طريقة ده وقد التزم الإمام النسفي بالمنهج الذي ارتضاه فجاء تفسيره جامعا بين وجوه الإعراب. Demek İmam Nesefi baş kitabını yazgan çağda muqaddimasida manhajini, metodunu bayan qildi. Ben manda qilmadim. Arabni, qira'atni jamlabni qilman dedi. Shu metodda chin amal qildi dedi. Odatda o'sha risala yozganda, kitob yozgan chog'da manda tariqa deb belgili bo'ldi siziqni. Shu siziqdan chiqmay ma'noga. Shikassalam o'zing manda darsdan boshda. Hozir mayan ketdim go dedi. Shu metoddan chiqmay manda dedi. Jami'an bayna wujuhil i'rab, har xil i'rabni akaldi dedi. Bidun istitrat. İstitrat degan bu shaxlab boshqa mazmun o'tib ketish degan bo'ldi. Hozir mana xabarda nima qildi-ku? Vastatrada qailan deb qo'ydi. Ya'ni ma'no qetib qo'ydi, mag'abni qilib qo'ydi deb. Yani boshqa gapga o'tib ketmasdan demoqchiman. Aw xawdun bit tafasil. Yoki bak tafsili jinashkariga cho'kib ketmay va multaziman bil qira'at sab'al mutawatira ma'a nisbati kulli qira'atin ila qari'iha. Yedkhil qiraat, meşhur qiraatda yedkhil qiraat var. Yani 10 xil qiraat var, anda qiraat şazza var. Yedkhil qiraat mutawatir qiraat bo'lgandikan, shuni ham bayon qilib ma'no dedi. Har bir qiraatni o'z egasiga nisbat urdi dedi. ولم يكتفي في بعض المواقع بالقراءات السبع. Bazıda yedkhil qiraat bilan bo'ldi qilmay, undan boshqa qiraatni bayon qildi dedi. Mesela 9 qiraat o'tib kelganlar. Kama fi qawli ta'ala fi surati Maryam wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya. Tusaqit degan so'zda shu 9 xil qiraatni bayon qilgan. Fa'addada 9 qiraat li kalimati tusaqit. ومن خلال اختياراته تشكلت للنسفي قراءات خاصة به. قراءة بيان قرش أرقلق أمد bu mufassirden işleme 6 xil qiraat, 5 xil qiraat olsa biz birisini tanlash kerak bo'lib qoldi va bizning o'zimizning tarjihati oldu. İmam Nesefi birini tanlaydi. Yani ma kuchliq, bira asos taynib turib, majalliq yoki ma bakrak nimaga yaqin masalan deb o'zining bir xil ixtiyoratlari bo'ladi ekan. وعند تفسيره لآيات الأحكام hem de ayet el-ahkam dediğimiz şu 5 xil hüküm çıkarılan ayetler. Halal, haram, mekruh, mustahab, ibaha deganlar. Şu ayetlarni tafsir qilgan chaqda ya'ridu al-Imam Nesefi al-madahib al-fiqhiyya. Fiqh mazhabini bayon qildi ekan. Ve yantasiru li-madhhab al-Hanafi. Andan o'zining Hanafi mazhabiga qattiq yonbosadi dedi. Albatta keyingi davrda taassub avjab ketgandan keyin hamma yozuvchi o'zining mazhabiga boshqa mazhabdagi olimlarga o'xshash Ibn Hajar bo'lsin, boshqa Baydaviy bo'lsin, tafsir, hadis, saatli kitob yozgan olimlar o'zining mazhabini kelgan bo'lsa. Va huwa indana deb masalan oyatni kelib shuni o'qib qo'yman, mana bizning mazhabimizda bizning qarshimizda shunda deb o'zining mazhabini kuchlantirdi. Walakin hina yatarajjahu ladayhi ra'yun مخالف لمذهبه ده سنك ده مش ده يرجح كان مثلا ولكنه حين يرجح لديه رأي لكن برا رأي سال بمذهب كخلاف على تكشف كرنب قاسا وعليه جمهور يقول وعليه الجمهور demek köpçülük aliminin kuşluk çıkıp kalıp özünün mezhebi acizrak bulup kalan takdirde andın ve aleyhil cumhur digine köpçülük aliminin onun müşkaraşını tutudu digine memnun müşkaraş tutma demektir. Yani hani bir mezhebin için eslanmayma. Muş köpçülükünün müşsel toğra, cellek dep koydu dedi. Ev yezkuru ra'ye mezhebin ahara ve yatvi zikra bakiyetil mezheb. Ya ki başka bir
mazhabning qarashini deb qo'yib, bir ikki mazhabni deydi. Hanafiy bilan yana boshqa bir mazhabni deb qo'yib, boshqa bir necha qarash bo'lsa, uni demay o'tib ketganlarım bor deydi. Qatli o'tadi demakchi. Gap qilmay o'tib ketadi demakchi. Va fi masail aqida, aqida masalalar kelsak, yushri ila madhab ahli al-bid'a wal ahwa. Va yavas xohishga agishgan bid'at zalolat ahlining ko'z qarashlarini bayon qilib qo'ydi deydi. Fi ma'radi ta'kidil muxalafa. Demek biz bunun qarshi deb qarshilikni bildirib qo'yish uchun deb qo'ydi deydi. Fayqul va huwa dalilun lana ala kada. Demak, ma oyat bizning dalilimiz. Kimga qartasi? Manda azg'un taifli qarta bizning dalilimiz bo'laydi deb qo'ydi. Aw yaqul xilafan lil mu'tazila. Ya'ni mana mu'tazilaga qarshi bizning dalilimiz deb qo'ydi. Xilafan lil qadariyya. Qadariyalarga qarshi. Wa la yatabassatu bi zikr ara al mukhalifin muktafiyan bi zikr ra'yi ahli sunna wal jamaa. Ahli sunna vel cemaatning qarashini o'ttirib qo'yib, mush yetarlik deb qarab, boshqa qarashlarni bak kang bayon qilib ketmaydi dedi. Yaxshi qilibdi. Nima? Demak, bu tafsirning hozir alohidliklari bor. Wa huwa istanada fi tafsiri al-Qur'an al-Karim wal hadis al-sharif wa ash-sha'r al-arabi. To'g'ri manhaj mushu. Tafsir qilgan chaqda oldidan Qur'on Karimga, undagi hadisga, ya'ni Rasululloh birinchi mufassirga, ondan she'r al-arabiy uchun bu bilisan arabiy mubin tushgan degan arabning she'r oldimizga qo'yib turib, ondan tushunsak, eng to'g'ri ma'nosini tushunib bo'ladigan bo'lg'achqa Arab she'r va Zohidning Salihning so'zlarini yani bu burunqining so'zlari, keyingi Zohidning emas, shu burunqi Arab tili hujjat bo'la oladigan davrdagi Zohid Salih kishilarning so'zlariga tayindir deydi. Faqat istaxtama masalan, fahmishadi masalan, Qur'on Karimning taxminan, yani taqriban 6 dan birini ishlatdi deydi. Nimaga? Aktar min 1000 oya, ya'ni 6300 oyatdan 1000 oyatga yaqin oyatni, boshqa oyatni tafsir qilishga ishlatdi. O'xshab ketgan yaqin kelgan mazmunga oyatlar emasmi? Mayatni mana shu mana deb aytib qo'ydi. Mutashabiha deydi Qur'on Karim. Mutashabih yushbihu ba'duhu ba'da. Hatta masalan ba'zi necha takrorlangan oyatlar bor. In li jihatil ma'ni ya ma'ni tarafdan deydi. Ma'nisi bir o'g'alliqdan shunami? Lafzi boshqacha bo'lsin. Va wal g'olib bu ko'pincha shunda. Aw li jihatil lugha wal balagha yoki lug'at jihatdan bir kelib qoldi, o'xshash. Allaysal inson lamasa va la taziru waziratu uzra ukhra deganda bu. Ya balag'iy tarafdan tafsir qilish uchun Qur'on oyatlarini akiladi deydi. Kamasta'ana bi hawalay 450 hadithan marfu'an. Yana 450 Rasululloh tutashgan hadisni akaldi deydi. Va mi'atul athar an sahaba va tabi'in. Sahaba tabi'aldan yüzlügen eserine geldi. Ve mi'atul aqwal mensuba ila zuhad ve salihin fi itar al-istishhad lil ithbat fil ghalib. Köpünçe bira mazmunni, bira ma'nini isbotlash uchun guvoh qilib, istishhad degan guvoh qilib, shahid akilish doirasida salih zuhadga mansub qilgan so'zlarni akeldi deydi. Yüzlügen sözler. Velaysa fakat istishhadun lil istinas. Fakat alqamında bir qo'shimcha yandaştırıp akab qo'yish uchun emas, ashunga rasmiy bir mazmunni ifodalash uchun dalil qilib akeldi deydi. Masadir tafsiri. Mush tafsirni yozishda foydalangan manbalar qaysi? Albatta tafsirni yozgan chaqda bu Hijriya 8-asrda vafot bo'lgan. 700-necha 8-asr yoki 7-asrning oyog'i, 8-asrning 5-i. Bunda bo'lgan ekan, unda ilgari 50-60 tafsir yazilgan bo'lgan ekan, undan cho'qim foydalanadi. Lekin foydalangan kitoblar qaysi? Umin sanaya tafsirihi, tafsirining aralab ko'rsak, tabayyan anna al-Imam an-Nasifi rahimahulloh raja'a aydan ila 14 kitaban fil balaghat wal arab. 14 kitobga murojaat qildi deydi. Balaghat va adabiyotda. Va ta'wilatul Qur'on. Ta'wilatul Qur'on shu Qur'onning tafsiri degan bo'ldi. Burun ta'wilatul Qur'on deb kitoblar bor. Va i'rabul Qur'on, Qur'on arab. Va fi usul al-fiqh va furu'ihi va at-tafsir wal qira'at. Va hiya kama zakaraha mukhtasaratan. Bu yig'incha qilib ay kitobning ismini deb o'tib ketdi-ku. Lekin bu yerda muhaqqiq hozir kitobni tushunmay qolmasdan to'liq hozir bayon qildi. Masalan, al-imam degani ay al-mushaf al-imam va huwa mushaf Sayyidina Usmon radhiyallohu anhu alladhi nuqilat anhu nusakh masahif al-amsar. Hazrat Osman Qur'on o'qishda ixtilof talashtash alamati ko'rilgan chaqda bir rivoyatda 4 nusxa, bir rivoyatda 7 nusxa, ya'ni bir rivoyatda shu chaqdagi cho'ng-cho'ng shaharlarga birdan nusxa ko'chirib kiritgan degan. Shu mushafni imom deb ataydi.
O'sha mushaf, qiroat, tafsir ilmida mushaful imom deb qo'ydi. Demak, butun dunyodagi hozirgi mushaflar shuni tava bo'ldi-da. O'sha imom hamda. Bu mushafdan bir nusxa Toshkent muzeyxonasida bor deb qaraldi. O'sha mushaful imom bir nusxasi. Al-İcaz degan kitob al-İcaz va al-İ'caz Muhammad ibn Davud az-Zohiri. İcaz degan kitob ekan. At-Tibyan va at-Tibyan fi i'rab al-Qur'an al-ma'ruf aydan bi imla'i ma manna bihi ar-Rahman min wujuh al-i'rab wal-qira'at fi jami' al-Qur'an li Abi al-Baqa al-Ukbari. Ukbarining Tibyan degan kitobini foydalanib ekan. Jami' al-ulum deydi. Al-mulaqqab bi dastur al-ulama fi istilahat al-ulum wal-funun li Abd an-Nabi ibn Abd ar-Rasul al-Ahmad Nakri. Bu India'nın sallık ya ki İran, Pakistan tarafından şöyle. Abdünebi, Abdurrasul da ismi koydu. Dürüst hep kararlığa okşaydıkken. Hazır mı ihtilaf var mı? Dürüst deydi Allah'a, demeydi Allah'a. Abdülnebi diyen adette, bunu abd diyen söz işkıl mezmunu işletildi. Adette bendiçilik de, Allah ile bende oturdu ki, ma münasebeni ifade olan bende de ne kısmı, yani hizmetçi, hadim diyen manım. Şu Abdurrasul diyene, Resulullah'ın hizmetçisi, Abdülnebi diyenmiş o. الديوان وهو كتاب التبيان في شرح ديوان أبي الطيب المتنبي. يعني متنبيين كديوان شرلين كتاب كمان. وهم أكبرين كتاب. شرح التأويلات وهو كتاب شرح تأويلات أهل السنة لمحمد بن محمد أبو منصور الماتريدي. الماتريدية مذهبنا إمامه أبو منصور الماتريدي كتابه. شرح التأويلات هو تفسير به بزاده بس الله. شرح تأويلات القرآن وهو من كتبه. Bu özün kitabı değil. Özün kitabını paylaşmış ki. Adette muallif özün kitabını paylaşmış çünkü bir nimana balagat ne mesela değil. Tadqiq yazgan bir kitap olsa, keyin andan başka bir kitap yazıp şunu da balagat münasib bir ani bayon qilib o'tgan chaqda men falani kitobimda yozgan narsam bo'lganini deb iltlam shuni ya'ni yoki deb qo'ydim falani kitobimda menda degan endi. Burun tayyor bo'lgan tadqiqot bo'lgandan keyin foydalandim. شرح المنار بموزن كتابه مؤلف نكتبه النسفينا الكافي وهو كتاب الكافي شرح الوافي في الفروع دينا مش فقه حنفي مستفيد كافي شرح الوافي وافي وزن كتبه ما اسمه وزن كتبه ما شوف ما هو كافي وزن كتبه يعني الكافي شرح الوافي ديك مش كافي وزن كتابه دمك الكافي دم aldı der وزن فقه الكتاب الكشاف وهو الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل وزمخشرينا. أمنية الزمخشري ما يعني في فقهاءنا شغلنا برسي. فقه مقارن كتبوا رؤوس المسائل. هذا بسغلق كتاب. بأخذ رؤوس المسائل دينا مع بداية المسائل وخشيلان كتاب. En mühim talaştarçılıp kalan meselelerini talep edilir. Lakin Zemahşeri'nin ve tefsiri intayın kımmeti ve tefsir. Tefsir yazdığı adam Zemahşeri'nin bu kitabını paylaşmaya yazmayı. Yani bir ayetinin tefsirini nasıl initlap koçulayıp kalsanlar, daha ne olsana aşı tapanmaya kalan gep Zemahşeri'nin tefsirinden çıkar. Lakin fakat onun muatezili olarak çıkar, bunun aşı tarafından döküp hemen gördü alır. Lakin İmam Nesefi muatezili şeklini tazvir edip bizge pak sunup verdi. El-Keşf. Bu keşf de koyduğuna kaç kitap ise El-Keşf vel Beyan fi tefsir Kur'an li Ahmed ibn Muhammed el-Ta'labi. Bu mu 10 mücellette besilen kitap bazıdır. El-Lubab ve kitab El-Lubab fi tehzib el-ensab li Ali ibn Muhammed ibn el-Athir el-Cezri. Ensab diyen adette bu Semani'nin kitabı. Belki bunu tehzib kılıp yazıp El-Lubab deb atagan. Bu mu adır ba kitap, besilen kitap. El-Masabih ve kitab Masabih Hüsnü bizge bek tanıştık o. Hüseyin ibn Mes'ud el-Bagavi. Masabih Hüsnü aslı nima? Mishkatning asli. Mishkatul Masabih. Mishkatul Masabih. Masabih degan kitobni sadaqa sanadini ilib tashlatib, qisqartib, ba'zan to'liqlab, unda yozgan kitob. Mishkatul Masabih. Uning sharhi Marqat masalan. Bundan zanjirsimon bo'ladi. Asli kitob Masabih. Mishkat degan shu chiroq degan bo'ldi-ku, Masabih degan chiroq. Bu odatda olimlar kitob yozgan chog'da shunga maslashtirib, odatda bir so'zni qilgan bo'lsa, uning ixtisori bo'lsa, shu so'zni bir harfdan kamaytib bunda mesela minhaj desa, bunu qisqartgan bo'lsa, al-manhaj deydi. Bir harf qisqardi. Uni yana qisqartmoqchi bo'lsa, an-nahj deb qo'ydi. Bu qisqartılması ekan deymiz. Al-umda desa, bu bir kitob. Yani bunu i'timad deb qo'ysa, bu bunun sharh bo'ldi. Bir harf ziyod bo'ldi-ku, bunda. Bu bir xil anda belgisi. Darhol bunda kitobning ismini degan chog'da, kitobning ismi nima qilsa, ma'noning sharhimi yo muxtasarmi buni tushunishda harfning kam ziyodligiga qarab qo'yadi.
النهر وهو على ظني ده طبعا محقق ده بلكي مش كتاب ده النهر الماد مختصر البحر المحيط في التفسير لأبي حيان الأندلسي النهر الماد من البحر المحيط تجنا أصل أبو حيان البحر المحيط تجنا بالتفسير شيء عنده بابك يوم بكتة ده طالب الأخبار ما يجنا ده وزة قرطب عند النهر الماد ده مختصر يعني. Demek bahar ağzın nehir oldu. Bahar diyen çoğun oldu sana deniz, okyan buldu. Ma nehir diyen küçük bir tarmak eğrik oldu. Ma adamma muhtasarlık sıktırdı. Ma gapni intayı mühim. Çünkü bu kitapta keşf iman da koydu. Biz nime gapti o'tirib qolamiz. Yani nehir deb koydu. Bu qaysi nehirdi? Nil mudu yoki Furat mudu deb koydu. Mana tahqiqninki manfaati mana deb chiqdi. وأثناء تعقب الأحاديث والآثار في مضانها مضان ديgan أحاديث آثارla tepiladigan joylar şunu o'rinlari deydi. Falan yani badu deb o'ylagan yalvog'i shu. Mesela Buxoriyda mudo sunandimi degan o'ylagan joylari deymiz. Hadis ve asarının öz joyini biz shunda ko'chlab shu hadislarni öz joyidan izlasak deydi. Shu yerda tepilib qala, shu yerda bo'lib qala degan joylarni izlasak, tabayyan sidq maqala ulama fi tafsir at-Tabari. Tafsir Tabari haqida olimning mush so'zi haqiqatan rost chiqib qoladi deydi. Min annahu abu tafsir. Rasman tafsirlarning dadisi degan. Ve kullu men caa ba'dahu alan alayhi. Undan keyin kelganning hammasi ashundan beqiladigan, ashunning balchaqlari, muhtoj bo'lganlardan iborat demek. Fan nasafi ka g'ayrihi min al-mufassirin. Masalan, nasafi mo boshqa tafsir shunaslarga o'xshashlar, Tabarining rivoyat qilgan hadis va asarlardan foydalanadi. Şart qilmasmi deydi. Balki uni bevosita olmagandi. Bayatni degan boshqa tafsirlar bor. Shunda olgan bo'lishi mumkin. Wa rubbama li'annahu naqala rivoyat Tabari an al-mutaakhirin masalan. Balki o Tabarining o'zidan olmay, undan keyin kelgan Sa'labi, Bag'avi, Baydaviydak olimning kitobida olgan bo'lsa, shuni Tabarida oldin deb qo'ymagan bo'lishi mumkin. Fajaat ibaratu ma'khudha min al-athar binassa. Demak, shunda bo'lg'achqa bunun ibaretleri şu aynen şu eserin aynen ağandaklam keldi deydi. Yoki yaqin bir so'z biralar arab o'zgarib ketgan. Va illa mushir ilada. Albatta Tabarining o'zidan foydalanmamiz shart qilmaydi. Aw yushir man naqala an Tabari va naqala huwa anhu ila dalik. Yoki Tabaridan naql qilgan mufassirlarga sharh qo'yish mumkin, sharh qilmaslik mumkin. Tabariga bunday Tabari bu tafsir degan mavsu'a, eng to'liq tafsirning birisi. Uniki hadislarni asarni o'zining rivoyatidan musnad qildi. Xuddi shu Buxoriy, Sunan, Termiziy kitoblardan qildi. Haddasini falan deb hamma tafsir, hadis burun qildim kelgan so'zlarni o'ziga tutashtirib sanadidan rivoyat qildi. Shunga hadis tahrij qilganda, asar tahrij qilganda Tabarining tafsiri kelgan bo'lsa, Buxoriy rivoyat qilgan degandek Ravah Tabari fi tafsiri deb tahrij qila olamiz. 200 yıl. 300 yıl bağlandı belki. Bu Hatimatul Müctehidin mi deb qo'ydi bu? Shunda bir gap bor. Lekin shu kattalikqa, keng doiralik, cho'ng imomlar shu chaqdasda bir tugab qilib, keyin undan qancha ko'ralgan. Shuna deb qo'ydi. Asr al-ijtihad va asr al-alim al-mujtahidin. Abu Hanifa, Malik, Ahmad, Lays mushulni esa o'sha odamlar oyoqlashgan edi. Uni keyin kelganlar unda ondan keyin shu mazhabni tutib mangadigan. Lekin maniki o'z oldiga mazhabi bor-da bu. Shu Abu Hanifa Shafiyga o'xshash mujtahid. Amaliyotda Shafiyning tavalligida shogirdlar hisoblandi. Lekin bilimi cho'ng bo'lgandan keyin mazhabi bor. الخلاصة فإن القول بأن تفسير النسفي هو مختصر للكشاف والبيداوي قول غير دقيق. كشاف لهم بيداوينا اختصار qo'yganlar bir tafsir deb qo'ysak bu joyida gap bo'lmaydi. Bu kitobning qimmatini tushirayotgan bo'lamiz. Qawlun ghayru daqiq naqalahu bidun tadqiq man ittala'a ala kutub al-mutakhassisin fi at-tarikh bi kutub at-tafsir wal mufassirin. Tafsir kitoblari va mufassirlarni tunishtirgan kitobning qancha elblam yo'tkab qo'ygan gap bu. Ya'ni bu Baydavi bilan Zamakhshari ikisining tafsiridan shunday qisqartib qo'ygan tafsir degan gap. Odatda tafsir kitobini tunishtirgan kitoblarning qancha elblam tekshirib yurmaylan, bilan o'tkab qo'ygan gapdan iborat. Amaliyotda uni qisqartirilmasi ham emas. O'zi uni kitobdan bakrak foydalanib, undan boshqa kitobdan foydalanib yozgan kitob desak majoz shuda. Hatta anda ba'dam xalata ma bayna Zamakhshari sahib al-Kashshaf va Sa'libi sahib al-Kashma. Balki Sa'libining Kashf degan kitobi xiyol yo'q bu birsining. Kashf deb qo'ysa bu Kashshafni deydi deb o'ylab qilib,
Voy bu gapni men kashfdan topolmadim. Bunda gap yo'q deb. Amaliyotda bu kashf emas, kashfda bor. Nasafiy mana qala sahibi kashf deb to'sma. Bu kashf degan kitobdan xabar olmagan ekan. Bu kashfni deydi deb o'ylab qolar. Bu kashfni bu iborani topolmadim deydi. Amaliyotda kashf nima demaklik ras? Kashf degan kitobdagi. Buni kallasida kashfni muxtasar deb o'ylagan ekan. Bu kashf deb unda o'ylab qolgan. Demak men muhaqqiq hozir rasmiy tahqiq qildim. Ama tahqiq degan bu gap mana. Bunda aniqlashni tahqiq deymiz. Bundan o'tib qo'ysak bo'lmaydi. Dalil isbotida o'tkazsak mana tahqiq. Mafatih li ba'd rumuz. Maktabda chiqadigan ba'zi qisqartirmalar bor. Ya'ni islom olimlari Yevropadagilar yo bularga unda simvol qarab belgiyani ishlatish ilgari bu sohada baklam taraqqiy qildi. So'ng kitobda ha, shin, fa deb qo'ydi. Va bu yani tekrar cılsın yezi ve uçan kağıt kız, siyah kız, bunu kötürüp tügü açıp bu jikoloda bundan çıkartıp bilsin ama hatta Müslüman alimler nahtil lugavi diyen demene payda kılgan. Başkalar ismini okumaydığa bak. Nahtil lugavi diyenimiz uzun bir ibaretin kısa bir sözünün kılıpla bunda uyap çıkarganını. Mesela la havle ve la kuvvete illa billah havkala dep koydumuzga. Hallala diyendek. Bundan başka yana bunda birer harf bilen mesela şi u are dep koygan gibi. Şununla o'xshash, endi qisqart harf bilan nurg'un uzun mazmun ifodalanganlar shu Müslüman olimlar ijod qilganlar. Wa qad atama Imam Nasafiy rahimahullah fi tafsir rumuzan va mustalahat fil qiraat wal a'lam wal fiqh. A'lam deganim shada shaxs ismlari demakchi. Buni o'chamiz Makki deb qo'ydi. Ya'ni ulamo Makka Ibn Kathir va Mujahid. Makki degani Makka olimlari, ya'ni bu qiraat tafsirdagi olimlardan Ibn Kathir bo'lishi mumkin, Mujahid bo'lishi mumkin. Madani degani ya'ni ulamo al-Madina Kayzid va Nafi' va Shayba va Ismoil. Basri degani كعاصم الجحدري. شامي ديجن كابن عامر والذماري وشريح. كوفي ديجن عبد الله بن حبيب وعاصم وحمزة والكسائي. دليل لنا ديجن يعني بز أهل السنة والجماعة من دليله وهو عندنا ديجن يعني بو بز حنفيين من قرشدا بزن مذهب من ديجن يعني عندنا ديجن والمذهب ديجن يعني مذهب الجمهور دمشق. بس والمذهب ده أنا في مذهب ده إشكالك أصل ده لكن هذا مذهب الجمهور دبته. الحسن عادته وبه قال الحسن ومجاهد ده يبلغه. الحسن ده başkattan idafesiz çıksa Hasan Basri'nin gösterdi. Ama Hazreti Ali'nin oğlu Hasan ne demek istiyor? Hasan ibn Ali de koydu. Radiyallahu anh'a. عدد حسن كاسة عند الإطلاق يراد به الحسن البصري. سهل عند إطلاق أبو حاتم السجستاني. الشيخ أبو منصور يعني أبو ما تريدين دمكشة. أز مذهبنا الإمام نما شمس الأئمة الحلواني وشمس الأئمة الحلواني مش يعني في مذهبته شمس الأئمة دسا حلواني مسألة قلنا. Eğer onun başka katip koymaksanız Şems'in Saraksiye mesela. Şems'in Kurdari diyendek bunda da koydu. Sahibül İcaz şu Muhammed bin Davud Zahiri. Bu Zahiri mezhebinin asasının oğlu. Davud Zahiri'nin oğlu. Sahibül Keşşaf yani Zemakşeri'nin demekçe. Sahibül Keşf Arabi'nin demekçe. Sahibül Vukuf. Sahibül Vukuf diyene vakfı münasebetli kitap yazgan kişi demekçe. Kitabul Vakf demekçe. Bu Hilal ibn Yahya'nın yani bu mezhepte Ahkamul Vakf deb kitabı var. Bu İmam Ebu Yusuf'un şagirdi. Hilal ibn Yahya. Hilal Ra'i deb qo'ygan. Bu Abu Yusuf'dan bunda deganligini anlatgan. Magar bundan aslan. El-ilmu bil kalam yed'u ila zandaqal. Kalam bilan shug'ullanish, kalamni o'rganish zandaqaga opirdi. Shu chaqdagi kalam demak. Dinsizlik. Demak shu chaqdagi bu aqida sohasida talashlar qilish, shu so'ragapni qilishni demak. Abdullah indal itlaq Abdullah ibn Mas'ud yani sahabe radıyallahu anhu. İbn Kathir Abdullah ve Reis İsmail Mufassir demek ya da İbn Kathir Abdullah demiş ya da qarilarning birisi. İbn Kathir desa. Un qariwa şunun birisi oldu. İbn Amir İbn Kathir deganning qatori shu Abdullah demek. Qiraat ki İbn Kathir ma tafsirdagi İbn Kathir tafsir Kur'an'ın azim yazgan emas. Bu Sefidin kinkagan İbn Kathir. Mesela 710, bu 774. Belki ayet vaqtida İbn Kathir kichik o'g'itdi belki. El-manhaju fi tahqiq. Tahqiqlashni biz qanday usulni qo'llandik, qaysi metod asosida tahqiqlik maktabini demak. Kana va la yazalu sharafan aziman va minna jalila min Alloh azza va jalla adunnu biha. Kitobni tahqiqlash, mush sharafga nail bo'lish bu bizga Alloh taolodan kelgan bir ne'matdir deydi. Adunnu biha degan men boshqalar o'tinib birishga chidamaydiganim, baxillik qildigan demizmi? Danin va ahfaduha al-ustaz Ahmad Rat. Demak Ahmad Rat mush ishqi bizni taklif berganlikdan hozir mush yaxshilikni men ko'nglimda saqlab unutmayman demakchi. Ahmad Rat va sohib Darun Nafas, yani mush kitobni nashr qilgan nashriyatning egisi mushularga taklif berib ekan. Mushni bir tahqiqlab bersanlar debchi. Allazi tawaqqa unqi bi sharafi xizmatil Qur'on. Demak
Kur'an hizmet qilish sharafi bilan bo'ynimga taqab salgan deydi. Al-Karim min xilal taklifi li tahqiq hada tafsir al-jadid. Mushu isil tafsirni tahqiqlash vazifasini men taklif berish orqali men mushu sharafni keltirgan mush kishiga mush yaxshiligini unutmayman deydi. Wadi'an bayna yadayya nusxatayn. Bu kishi mana shirin esa muhaqqiqqa aytgan. Men ikki nusxa mana. Kitobning ikki nusxasi. Men selishtirib tahqiqlab nima qilaman besbirma deb aytgan. Maqtuta degan bu maqtuta, ya'ni maqtut qo'l yozma. Hozir masalan mushu nimani qazsanglar, Qohira, Halab, Toshkent, Petersburg, London, Viyana, Istanbulni qazsanglar degan o ismini olib qo'ygan qo'l yozma. Necha million qo'l yozma. Yani o Tatar Bag'dodni bosgan chaqda O'rta Osiyoni biz ko'ydirib daryo iqtidotgan u yo'qolib ketgan boshqa necha million qo'l yozma. Hatto bu qo'l yozmaning har birisi 10 tom, 15 tom qiladi. Demek biz konu kitabımızın okumakçı olsak bunun birden bir çaresi, bunun neçe nüsxası var. Mesela Kutat Kıbrık değil ya Divan Lugat Türk. Divan Lugat Türk'ün 3 nüsxası var dedi mesela. Birisi İstanbul'da, birisi Kahire, birisi Taşkent'te. Demek hazır Divan Lugat Türk'ünü neşri kılmakçı olsa, dünyada bak kul yazımını 3 olsun 3'üne, 4 olsun 4'ünü tepşim gerek. Seliştirme doğrusunu andın biktirdiğin. Demek bunun 2 nüsxası teptan. Belki 6-7 nüsxasını gelmenin tapanmağım da. Peki 2 tepip bazarlık olsun mu? Neşri kıyastırılıyor değil. Hazır bana tahkik iş kılçı. İlmi tahkik var. Üniversitede ne okuduğum. Bu qattiq ilmi ölçem bilen oldu. Ama bazarlık işi var. O da keyin keçen bazarlıksında nima qilgandak. Bu shunday qilib darhol haqla setvelib foydalansın dedi. Ama bak unda egir ölçemde emas, yaxshi qilibdi. Undan İkinci nüsxani qo'llangan deydi. Va talsa matbu'a mutadavila. Uchinchisi beslib bo'lgan kitap. Masalan, ba'zi Hindistonda bo'lsa Qozon bosmasi deymiz ama matba kirgandan keyin beslib chiqqan nüsxasi bor ekan. Balki ham u beslib chiqqanlar shu chaqda ba'zi xatoroq bir nüsxa asosini bosgan bo'lishi mumkin. Shunga hozir tahqiqlamoqchi bo'lsam, aslini aytaman. Mumkin bo'lsa eng qadimgisi, mumkin bo'lsa muallifning o'z qo'li bilan yozgan yoki muallifning shogirdi bilan o'tirib nima qilayotgan yozg'ini shu 1000 yil bo'lgan, 700 yil bo'lgan, 800 yil bo'lgan kitoblar. Mutadavil degan xalqning qo'lida bor demoqchi. Va ba'dal istikal alallohi taala tammal qiyam bima. Alloh taolo tavakkul qilib biz ma'ashini qildik deydi. Tahrikin nas va vada alamat tarqim. Tahqiqninki dars kirdiga ishlama. Masalan bir ko'ni kitobni topdik biz. Topgandan keyin Uyg'urcha ko'ni kitob deydi. Qo'l yozma. Ma'qul Molla Musa Sayrami yozib ketgan deydi. Uyg'onkin bu ba'zi yerlar yitib ketgan, ba'zi yerlar o'chib ketgan, ba'zi yerlar o'qilolmaydigan. Menda bo'lsa biz anda unga zivar qilib pash, chiket, o'chbini qo'yib unda pardazlab hozir o'qirmanga sundan. Tahrikin nas ba'zi zivar qo'ydim deydi, ha. Nas mishada ash kitobning teksti. Vada alamat tarqim. Birinci, ikinci bab bunda nimaga numar qo'yman deydi. Vada arqamul ayat fi bidayat tafsiriha yashula mutabaata. Bu oyatning numarlarini yozib qo'ydim. Burun qalamda bakpish qo'ygan numar yozmay bunda qilaverdi. Hozir numarni deb qo'yamiz biz boshqa cho'gilab qolamiz. Tahdidul ayat ash-shawahid. Demak bu yerda shahid keltirilgan oyatni dal belgilab beraman. Ve zikr mevdu'a fil Kur'an-ı Kerim. Mesela bir sözle bunda akab ayetim bundağı ya falan surede ötkendek dep koydum. Falan sure ötken qatayın demekçi ise men dep koyman. Falan ayın deydi de. Bu mühim hizmet. Hasrul ahadis vel athar ve azvuha ila masadirha ma imkan. Ayet hadisini hammini biktep demekçiymiş yani. Biktep onu öz menbasiga qaytarman dedi. Buxoriy rivoyat qilamiz. Bu Buxoriy rivoyat qilgan falan kitobda men 3-babda menchi numar bilan rivoyat qildi. Tirmizi rivoyat qilgan bo'lsa bunda, Tabari rivoyat qilgan bo'lsa tafsirda bunda falonga chiqdi deb qo'yman. Mumkin qadar demakchi. Topolmaganimni chora yo'q. Irjal ashari ila ashabi ma amkan. Falon bunda she'r o'qigan degan bo'lsa, yoki bir she'rni kelgan bo'lsa, bu falonning she'ri. Balki besilgan kitoblar divan mutanabbining manchini vetida bor deb ko'rsatib qo'ydi. Zikra tarjima mubassatul alam. Shuni shaxslarga qisqacha bir tarjima beraman. Tarjima degan bo'lsa tarjima. Vel qabail. Qabilning ismi gap qasimi uni tushuntirib qo'yman. Va shu'ub millatlar vel firaq vel buldan vel amakin. Shunda atalg'ular. O'rin, joy, toifa, millat, qabilning shaxslarining ismlariga izohat berman edi. Tarjimatul alfazul g'ariba. Odatda ko'p ishlatilmaydigan g'arib so'zlar gap qasa uningga izohlayman deydi. Sharhul alfaz g'ariba to'g'rildi tarjimada. Muqabalatun nusakh va zikrul furuqat bayna. Andin ma
kitobning qo'lyozmasi ikkisi bor deydi ama İstanbul nusxasi bilan Toshkent nusxasi desak bu ikkisini o'tirib bir so'z o'xshamaydigan kelib qoldi. Ma Toshkentniki ta harfi qilib qo'ysa, İstanbulni alif qilib qo'ysa, alifni munda, ta'ni munda keldi deb qo'ydi. Agar biz xato biz to'g'ri munda bo'lib qolgan bo'lsa, to'g'risini biktib aslida falanda munda kelgan deb qo'ydi. Wada faharis musaida tusahhilu amal al-bahitin wal muhtamin bi hada tafsir al-jabir. Hani qo'shimcha mundaraja yoki fehris qo'yman deydi. Onda bir narsa izlamoqchi bo'lsa, gash topa olamiz. Tadqiqotchilarning ishini qulaylashtirish uchun vasfun nusxal muatamada. Muatamada degan men o'sha tahqiqlashda asoslangan nusxani sifatlash deydi. Sifatxondati. Bu munda qog'ozga yozilgan her bir batta manchqurdan so'z va kengligi mansanti, to'g'risi mansanti, undan keyin bu ba'zi so'zini qizil qalamda yozilgan deb bunda tafsiri sifatlaydi. O'sha tahqiqning vazifalarining birisi. Men o'qimay ketaylar, keyin kitob tahqiqotda turolmayman. Masadir va marojit tahqiq degan nima o'sha odamda mushu kitobni tahqiqlash yo'lida men foydalangan, murojaat qilgan manbalar. Mushu mazmunni sharhlash uchun mushu muhaqqiqning so'zi. Muhaqqiq masalan mush tafsir nasrini sharhladim shunami? Sharhlash uchun foydalangan kitoblarim nima? Bayatan qilsa nasaviy mush kitobni yozishda foydalangan asarlardi. Hozir buni kitobni sharhlashda foydalangan asarlarni deb qo'yadi. Bu hamda tafsir, hadis, lug'at kitoblarni bayon qildi. Hozir bir tarjimatul imom an-Nasafiyga o'tamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Tarjimatul imom an-Nasafiy. Imom Nasafiyning tarjimasi. Bu mush tahqiqning bir qismi. Balki bu muallif qanday odam tekib o'qimay kitobni o'qib ketamiz. Yani to'liq ma'lumot berdi. Yaxshimi? Val imom Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud an-Nasafiy. Demak, ismi Abdullah ekan, otasining ismi Ahmad ekan. Cho'ng dadasining Mahmud. Nasafiy, Nasaf degan shagird. Bu shahar nerede? O'zbekiston. O'zbek bo'lishi mumkin, Uyg'ur bo'lishi mumkin. Balki Uyg'urda. O chaqdamda O'zbek, Uyg'urda bakda aralab ketmagan vaqt bo'lgan ekan, ammo aralashadi. Lekin shu O'zbekistonga tava hozir shu joyning. Qanday bo'ldi bu olimlarda? Jam bo'ldi. Bizning millatimizdan ham Abul Barakat odatda ko'pincha balla ma'noni aralashtiradi. Masalan, kunya, laqab, ma'va, ismni aralashtiradi. Aynan ismi Abdullah. Nima? Abul Barakat degani bu kunyat. Belki barakat deb balasi bo'lishi mumkin yoki bu Abul Barakat degani bir xil alaqa. Menda bir muborak deb qarab buni, katta olim deb qarab bunda kunya qo'yib olgan bo'lishi mumkin. Barkatga olim debchi. Al-mulaqqab bi Hafizuddin. Mana laqamadir Hafizuddin. Ma laqam Muhyiddin deymizmi? Jamoliddin. Bular misal laqam. İsmi emas. Ko'pincha mushuni ism deb turib oldi bari, ishlatildi. Mushu davrda olimlar tatmunda laqam qo'yash moda bo'lgan vaqt. Fakhrul Islam, Shamsul A'imma, Sadr Sharia, masalan, Shayxul Islam. Demak, bu mushunda nom muqiyamdi. Hozir Allama Shayx degandek ismini rahimahulloh alayhi rahmatulloh. Nasafiy degan shu jutiga nisbat berilgan. Kashg'ariy deganda. Wasafa fi muqaddima kitabi hada madarik at-tanzil wa haqa'iq at-tawil bi annahu al-imam al-mu'azzam. Demak, mush kitobning muqaddimasida bunda sifatli. Balki bu sifatlash shagirdi degan sifatlar bo'lish ehtimoli kuchli. O'zingda sifatlamaydi ko'pincha. Lekin mana kitobni nima qilgan yozdigan chaqda shogirdlar yozdi emasmi? Yozgan chaqda ustozini hurmatlab yozgan bo'lishi mumkin. Yoki keyingi vaqtda falon mush kattam muhimda bir olimning kitobida deb nima qilgan bo'lishi mumkin. Keyin qo'shib qo'ygan ya shogirdlar yozgan. O'zida unda demaydi. Al-imam al-mu'azzam, al-habr al-humam, al-muqaddam. Bunda sifatlar katta deydi. Habr degan olim degan bo'ldi. Humam degan sohibil himmal aliya demakchi. Al-muqaddam hamning oldiga chiqiladigan to'ga chiqariladigan demakchi. Ustad ahlul ard, zimin ahlining ustozi, muhyis sunna val fard. Sunnat bilan hayoqiy tarzima hayoqiy. Bu nima deb iborat desam, shu davrdagi saja' sun'iy gapdonlik qilish yeziqchilikqa avjaga vaqonga magatni qopiylashtiraman deb muhyis sunnat val fard deb ardga tushirish uchun Kashaf haqa'iq asrar at-tanzil. Ma kitap qilamda maslashtirib, Qur'on Karimning oyatlarining sirlarining haqiqatini ichib berguchi. Miftah asrar daqa'iq at-ta'wil.
Yani tefsirinin jınıçk yerlerinin sırlarının açıkça depti. Tercüman kelamı Rahman, Rahman'ın sözünü tercüme etmek sahibi ilmeyil maani vel beyan, ilmil maani vel beyanın ilgisi depti. El cami beynel usul vel furu', usulna hem furu'na cemligen. El mercu' ileyhi fil ma'kul vel mesmu'. Aqli bilimladimi, sam'i bilimladimi hadisdek mesela. Manda bilimlardan şunun qaytıldıgan deydi. Hammadan şunun gepini hesap qıldıgan. Hafizul milla ve din şeriatını saqlab qo'ydigan. Shayxul Islam, milla degan din şeriat ha. Shayxul Islam vel muslimin. İslam ve Müslümanların şeyhi, aksakalı. Varisi ulumul enbiya vel mursalin. Peygamberlerin ilimlerine varislik kılıcı. Ekmelu fuhulul müctehidin. Müctehidlerin en üstünlerininki en mükemmel edipti. Fuhul diyen müşahede en noçsi diyen bu. Fahl diyen erkek diyen bulduğu. Çünkü erkeğini fahl deyimiz. İrşadul fuhul diyen cümlesi. Şu anda noçi alimlerini yetekleydiğin kitap demek için şevkani. İrşadul fuhul. İla tahkikul hakkı min ilmil usul. Demek fuhul müşahede müctehidlerin en yamallarının demekçi. En noçilerinin, en üstünlerinin mükemmeli demekçi. Kudvete kudumul muhakkikin. Kudva degan ulgisi. Kudum degan en gayretlik, şecaatli kaysarlar. Aldığı etib turgan jangchin emas, jangovar, şecaatlik deymiz. Kudum degan aldığı seklab turgan. Bu jamoa, kudum degan jamoa. Muhakkiklarning şecaatliklarininki ulgisi. Yani şecaatlikligi ulgu olgan. Bu şecaatlik emas, şecaatlikligi ulgu olgan. Düz saadat baxtlar egisi deydi. Vel keramatlar egisi. Abul Barakat. Bereketning dadisi. Barakat deb balki balsardi. Yoki muboraklab, hurmatlab degan so'zdi. Intaha deydi. O'zi bu o'zi Tafsir Nasfining muqaddimasida keldi. Bunda sifatli dedim. Demek yani şu kitapni yazgıcı yağının şagirdi, şu atrofdagi bo'lgandan shunda sifatlagan ekan, tarjimalda shuni bir tunishtirishim ama shuni ekeldim tarjimal. İntaha deymiz. Alif lahani dakas intaha deb qo'yamiz. Ya'ni men boshqalardan ko'chirib olgan so'z adam ishlatib dedim. Bu mu nima? Bir xil ramzam. İntaha deganni yezujmay alif lahani qo'ysak. Min ahli Eydej deydi. Eydej degan joydan. Min kavri Asbahan. Ve kan vefatuhu fiha. Yani bu yerda Asbahan'a nimasin ketdi? Yani Asbahan'ın gapini qildi. Eydej aholisidan deydi. Bu kavr degan bir yezisi. Asbahanning bir yezisi. Bir juti. Ya kenti deydi. Asbahan hozir qayerga to'g'ri? İran'da. Ve kan vefatuhu fiha. Nima uchun desa, bu olim o'tkilib Asbahan'da o'lib ketgan. Şu Eydej degan jutga berib Cahiliş bir belki Tatarlık agancha sürgün bulup öz yutuzun nima qilgan bo'ldi. Nisbatu ila nasaf, ama nasafi degan nisbat naga? Nasafga nisbat berildi. Bi bilad Sind, bayna Ceyhun ve Samarqand. Bilad Sind emas asli bu. Bilad mavara nahr deymiz. Va Sind esa hozir Pokiston ma'tariflik kesib qoldi. Ceyhun degan daryo, ayada ikki daryo bor. Ceyhun, Sayhun. Biz Amu daryo, yani biz shu Sir daryo deymiz. Sir daryo ma. Ve müşahede hozir ma Arabdagi eng yaqin bo'lgan bir daryo bor. Bu Ceyhun. Mushu Ceyhun daryosi bilan Samarqandning o'ttirga joylashgan jo'ti. Demak, hozirgi O'zbekistonda. Bu yuqallaha Naqshab. Naqshabmi deb atildi ekan. Shu joycha Nasafni Naqshabmi deb. Balki bu Nasaf deganda odatda shaharning ismi Naqshab degan bir yerning ismidir. Odatda Xotanni ilchi degan gapim bor, masalan. Ilchidan esa shu Xotandan ham bo'ldi. Yani Xotanning o'zidan demakchi. Yani bir cümlenin bazı işkisini bulup kaldıgan, eke, bunda ahvalı. Haraca minha ulema fi kulli fannin la yuhsaun. Demek her bir ilimde sanatsızlığa alimli çıkan jut böyle. Fakih, mufassir, Hanefiyul medheb. Demek bu nesefi fıkhşuna sağlam, fakih. Hem mufassir, mezhebi Hanefi değil. Elbette bu kelam, akide doğruluğunu yazgan bu adam. Min ulema kelam desekin buldum. Lem yuzker tarih mevlidihi. Kaçan tug'ilganligi bayon qilinmadi dedi. Vaqtulifa fi tarih vafat. Lekin vafat bo'lgan yili bor, lekin unda sal o'xshamaslik bor manbalarda. Famin al-muarrikhin va ashab at-tarajim man qal. Ba'zilar tarixshunoslar, tarjimalar 701-yili vafot bo'lgan debdi. Ba'zilar 710, ba'zilar 711-yilda. Mushu sal rajihroq deb. Ya'ni 8-asr hijriy. Asruhu tamayyaza asru bi annahu asr nakabat.
Bu balaya balık kelgen, musibatli kelgen bir devr. Bu da sütli alaylık var bunun. Fefihi kânet Tatar. Muş esirde Tatarla 711'de 600 yıllar tuğulgan var şu Tatarlı besip kelgen bak. Yecusuna bilad-ı İslam yurtluğu buzgunçılık kılıp, veyran kıygan dedi. Yani Tatar degen mesela Mongol. Müslüman Tatar dema Araplar adet Tatar deydi. Tatar başka Mongol başka. Lekin Tatarıldan bir grup askerlerini işletip kıyganlıktan bunu Tatar'dan bunda ataydı. Asli şu Çingiz Han evladın demekçi. Bilad İslam ve yum'inuna fiha qatlan ve teşriden ve selben ve nahben. Demek onunda beklam çunqurlap veyrençilik keltirip çıkar dedi mesela. Öttirip, yüzüdün sürgün kılıp, selben ve nahben degan bulap talap demekçi. Yecuzun neydi o? Buzgunçılık ifadedir ama. Secere sokularla diyarda Kur'an bağlı. Öy mekanlardan kovlap, sürgün kılıp, öy mekansız kaldırış diyen buldu. وخلال فترة بين عامي 624 و 728 كانت الدولة الإسلامية مفككة الأوصال. Bu İslam devleti çoğulup ketken bir vakti deydi. Avsal degen şu kaylardan da tutaştırıp durgan insanın bedenini tutaştırıp durgan bunu avsal diyoruz. Yani cismi açılıp ketken demek için. Halife ala Bağdat. Bağdat'ta bir halife var. Başka payitahtlarda özelliği padişahı var. Ve kubral beledat fi bilad Şam ve Mısır. Şam ve Mısır'daki çoğun şehirlerin ayrım padişahları var. Mesela Melike Asqalan, Melike Halab, Melike Akkad mesela. Şam'ın. Aşu Salibiyin kâge bak hoş o. Ve fi hine nazala Salibiyun ala sahil Şam. Demek bu İslam devleti arzulaşkan diken ehli salib naikçte Şam'ı uçuyup ula igelleşki başladı. Hadaat bilad ma vara'an nahr li hukm Tatar alladine ma labithu an ijtahul Irak ve bilad Şam. Şu çağda andan ehli salib Avrupalıkla Şam diyarını destede A taraftan bilad ma vara'an nahr Orta Asya jütleri Mongol hükümranlığı çıkıp kaldı dedi. Ular anda qanday qildi? Uzun tumayla o'rtasidan olib qo'ygan ekan, g'arbga qarab ilgirlab Iroq va Sham diyorini bosdi dedi. İstahı. Fima kana qadatul mamalik yatasarrawuna lil hukm fi Misr. Shu chaqda mamaliklar hukm suratga bor. Bu chaqda Misrdagi mamalik nima qilayotgan? Huquq taxt olishayotgan. Taxt olishib o'zaro kurash qilayotgan vaqtda dedi. Bu Seyfiddin Qutuz şunun vakti. Zahir Beyberiz. Ve kânetil fitan beynel medahib tahsudun nas. Mezhepler oturduğu fitne fasat kişilerini veyran kılatken, alak kılatken. O mu orasıkanda kisitte şuna okşaş kırvetke vaklat dedi. Ve zelazil tedukkul mudan. Ve kura fi ekter mümmegiz. Yer tevreşleme şehir makallarını veyran kılatken. Balaya apat bekle eğrileşip ketke vakt. Vel faydan yağmurul aradi fi Bağdat. Hatta sel aptımı Irak diyarında zimmilerini veyran kılatken. Bunda kâse tazkilat gâşken mi? Yaktın Mongollar. Müslümanlar bak ahval naçarlaşıp ketken boğandıkken Allah Teala kanuniyeti boyunca bunda boğan. Fi tilkel fatra faqadal muslimunal adida min kibar ulemaihim abrazum. Şu aralıkta Müslümanlar en katta alimlerden nurgundan ayrıldı dedi. Taqiyuddin İbn Salah, İmam Alamuddin Sakhavi, Hafız Ziyaddin Makdisi, Allame Yusuf İbn Cevzi, Şeyhülislam İzz İbn Abdüsselam, Ahmed İbn Hallikan, Qadi Şam kim bu? Şam'ın qazisi. Qadil Quda Muhammed İbn Ali İbn Dakik el-Eid ve Kutubuddin Muhammed İbn Ahmed İbn Ali el-Qastalani ve Şeyhül Atibba Alaaddin İbn Nefis. İbn Nefis tıbabet nimistandı. Bu Avrupa kütüpün neçesi okuyan, yani mektepte okutkan alimde bu İbn Nefis. Ve Kutubuddin Muhammed İbn Mes'ud el-Sirafi ve Şeyhülislam İbn Teymiye Tatarlar başka vakıldı ülke alimler. Masadir ulumihi en bu nesefi ilmini nimildin ağan deydi. Lem tezkuru masadir tarihe şeyen an rihletihi fi talib il-ilm bistisna rihletihi ila Bagdad fi avakir eyyami. Köp malumat yok lekin tarihi menbalda ahir ömürde Bagdad'da sefer kıptıken. O bittali tefakka ala ulema bilad mavara'an. Demek bilad mavara'an nahirdeki alimlarda ilim ağan. Demek bizden özümüzden ulemalarda okutken. Ve ila zalika aşar sahibi keşf-i zunun. Keşf-i zunun degen intayin feyzi kitap. Keşf-i zunun an esami kutub vel funun ma. Bu mesela falan alimden bunda bir kitap var. Falan kitap ma kitabın şerhi. Dep kitabını tanıştırgan faydalı kitap.
Keşf-i Zunun'un sahibi muallif Hacı Halife bunda şerh kıldıydı. Ve fi tabakat Taqiyuddin min Hatt İbn Şahna. İbn Şahna'nın o şanlı bir kazi bu. Özünün kalemi bilen Taqiyuddin Subkin demek için şerh. Çünkü Şafii alimlarının tabakatul kubra Şafii'ye de kitap var. Şunun tabakat diyen bu tabakat diyen kitap qanday türlü kitapın aliminin tercümanını bayan kılan kitabın tabakat deyin. Tabakat-ı Şafii'ye, Tabakat-ı Hanabi'ye, Tabakat-ı Hanefi'ye'dir. Aslı bu hadis alimlerinin usulü kim fuqahalı ağam. Demek şu qazın öz kalemi bilen müdayiz bu. Ennehu la yu'raf lahu şerhun alel hidaye. Bu hidayeni şerligen emas demek. Nesefiço. Ve fi havamişil cevahir ennehu dakhala Bagdad ve şerahal hidaye. Cevahir degan kitapning hamişida. Hamiş degan bunda yan tarafı yazıp koyulgan bir nimada. Demek muşu nima ko'rib ekan. Keşf-i Zunun sahibço Hacı Halifanda. Ennehu dakhala Bagdad ve şerahal hidaye sana 700-yili Bagdad ko'rib hidayeni şerligen deb kelgan deydi. Vallahu a'lam. Ve fi Miftah Sa'da. Miftah Sa'da degan şu tercüme kitap. Kitap tanıştırgan, alimni tanıştırgan kitap. Kana bi Bagdad senat 10 ve 700. Tafaqqa ala Şemsul Eymmel Kerdari. Bu Şemsul Eymmel Kerdari'den ilim aldı. ilmi aldı debdiken. 710-yili Bagdadda batib adam. Ve rava ziyadat anil Attabi. Attabi Hanefi alimlardan birisi. Şundan ziyadat bu kimlik kitabı Muhammed ibn Hasan ziyadat ve ziyadat kutubu zahir rivayet deymiz o navadir deymiz. Yani bir fıkıhda kutubu zahir rivayet navadir. Ziyadat hazır Muhammed ibn Hasan Şeybani'nin kitabını Attabi'den rivayet etmişken. Yani kitabını anla. Ve sema'unu Sığnaqi demek Sığnaqi hazır bunun şagird çıktı. Ama Sığnaqi onundan ders anlığını ya şu kitabını anlığını deymiz. Qala ba'dum ve la yu'raflahu şerhun alel hidaye. Demek hidayenin şerhligen emas deydi bazıları. Musannafatu. Onun tüzgen kitapları. Tarikul İmam Nesfi rahmetullah musannafatun celile fil fiqh ve usulihi ve fil tefsir ve usulihi minha. Umdatul aqaid. Ve muhtasarun yahtavi ala ehem kavaid ilmil kelam. Kila innehu yekfi li tasfiyetil aqaid il imaniye fi kulubil anam. Halayıkның etikadideki imani akidelerini saplaştırıp deb qarıldı. Bunda baha verilibdi şu kitap. Bu yorif bir kitap el-aqaidin nesefiyye. Demek akidin Müslüman mühim kitap yazılgan. Ama bu bek meşhur hem aqaid nesefiyye. İ'timad el-i'tiqad ve huve şerh lil-kitab sabık. Ama iki ibarenin seçtiyorsanlar umdatul aqaid bilen i'timad el-i'tiqad. İki sözden sıyrılıp çıktı o. Demek mava azar umdana i'timad da şerhlikini bildirdi. Fadail amal degan kitap var ekan. Al-Wafi fil furu' deydi. Yani fiqh Hanefi da Wafi degan kitap var ekan. Qala fi muqaddimati kana yaxtur bi bali iban firaghi an uallif kitaban jami'an li masail al-jami'ayn ve ziyadat. İki jami' bilen ziyadatning masalalarini toplab bir kitap yazishning kallamı kelgan deydi. Jami'ayn degan nima? Muhammed ibn Hasan Şeybani'ning Jami' Kabir ve Sagir degan ikki kitobini. Uni ziyadatni jamlab 3 kitobni bir jamlab bir kitap yazadigan deydi. Habiyan lima fil muxtasar ve nadbul xilafiyat. Muxtasardagi masalalarni o'z ichiga olgan deydi. Uni mu to'plab? Muxtasar degan Qasim Shada, Muxtasarul Quduri. Muxtasar degandikan, Muxtasarul Quduri ko'pincha ahvolda Muxtasar Quduri ko'z tutildi. Hozir Hanafi mazhabining ishi shirkat hozir. Ve nadmul xilafiyat. Xilafiyat degan fiqh muqaran. Ama endi xilafiyat deb Nesefininki fiqh muqaranda bunda kitap var. Buni ya Nesefi ya başqalar ay nazm şekilde şerh Alfiyatul İbn Malik o'xshash she'r şeklinde beyt qilib tuzgan. Fiqh muqarandagi shu she'r kitobida bayon qilgan masalalarni to'plab dedi. Mushtamana ala ba'd masail fatawa wal waqi'at. Ba'zi fatva waqi'at degan yangi masalalar navazil deb qo'ydi. Yoki qadoya muasira degan gap shu. Hozirda. Vaqa yuz berdi deymiz-ku. Yangi bir vaqa yuz bergan bo'lsa, buning hukmi nima degan masala shu waqi'at. Fatawa wal waqi'at degan mana bu mazhab 3-darajalik kitap. Boshda shu kutubu zahir rivoya, andin navadir, andin kutubul fatawa wal waqi'at. Uni mu to'plab, bunda bir vafi degan mashina to'liq mukammal, kim yo'q degan bo'ldi-ku. To'liq degan. Unda bir to'liq kitob ko'nglimi kelgan deydi. Fallaftuhu wa atmamtu fi asra'in. Tez suratda buni yozib chiqdim. Walau wafaqtu li sharhihi la arsumahu bil kafi. Navada o'zim mushkitni sharhlashga muvaffaq qilinsam, uni kafi deb sharhlaydim. Shu mushkitni yozgan chog'da shunday deb ekan. O'zi vafi degan. Endi kafi deb keyin Alloh taolo muvaffaq. Aslida al-kafi ve şerhul vafi. Keyin hamda buni sharhlabdi. Bu hidayem shunaqa, bidayatul muttaqin sharhi. Hidayem. Bidayatul muttaqin shu muallif Mirg'inani o'zi yozgan. Keyin andin o'zi sharhlagan. İxtiyorim shunda. Kenzud daqaiq fi furu'ul Hanafiya. Kenzud daqaiq min
intayin muhim. Yani Hanifi mezhebidagi mu'tamad mutunning birisi. 4 matni va mu'tamad desa birisi shu. Laqasi fil wafi. Demak, wafi degan kitobni hamma to'liq yozib bo'lgandan keyin shuni qisqartib tutgan. Nima? Bi zikri ma amma wuqu'ahu. Demak, ko'p uchraydigan, to'liq yuz bergan narsalarni bayon qilib, nadirni chiqarib o'tib, haviyan limasal fatawa wal waqat. Fatva yangi yüz bergen meselelerge çeşitli meselelerini ekilip bunda tüzüptü. Bu adırın ba Kenz-i Dakayık. Bahr-ı Raik de şerh var bunun. Bahr-ı Raik şerh Kenz-i Dakayık. Bu adet Kenz şu muhtasar Kuduri mesela. Hidaye ya ki vikaya mesela. İhtiyar diyendek şu yani bir mezhepte en muhim metninde karılgan 4 metnin birisi. Muşunun gibi yapın şu kitabın çıkını hesap. 4 metnin muhtasar Kuduri de mi karıldı birisi. Bazı onu sanmaydıqlarım var. Ama Kenz bu birisi. Ondan A tarafından alınır bazısı muhtasar ve kaynının sanaydıqlar var. Bir kitap var. 4 kitapni müşahede bir mezhepteki el-mutun el-arba' el-mu'tamada da qatay. İhtiyarın sanaydıqlar var. El-Mustafa fil furu' ذكره صاحب كشف الظنون حاجي خليفة كشف الظنون ده بيان قيغان ده مستوفى في الفروع ده مستوفى دينا كتاب اسمه في الفروع دينا في الفقه الحنفية دمكتي منار الأنوار في أصول فقه وأصول فقه يزغان كتاب كان منار وهو متن متين جامع مختصر نافع جغن قلب خشم قلب محكم قلب يزغان متن كده مش هذا bir kitabın şeramaz özü yanında yazılan kitap demektir. Keşfül Esrar ve huve şerh Menarul Envar. Demek Keşfül Esrar'da özün kitabını şerhlemişken. Medarik Tenzil ve Haqaiq Ta'wil fi Tefsir ve hada kitap şerh kitab Muntakhab fi Usul Fiqh li Husamuddin Muhammad el-Ikhsikisi el-Hanafi el-Mutawaffa am 644. Yani şu kişininki Muntakhab fi Usul el-Mezheb degan kitabını şerhlemişken. Şerh Mutawwal lil-Muntakhab. Yani şu Muntakhabni yani tamam kengir bir şerhlemişken. Baştaki keşfiyatlar Nurul Anvar serisi emizmiz. O emas. O Nurul Anvar malumdan keyin o'tgan olinma. Nasifidin keyin. Hindistonlik Mulla Jivanning kitobidir. Nurul Anvar. Sharh Kitab al-Hidayah li Shayx al-Islam Burhanuddin Ali ibn Abi Bakr al-Marghinani. Demak, Hidayani sharhlaganda va nimada chiqdi-ku? Sharh badibdan yani. Hidayahning bir sharhi bor. Al-Mustasfa o sharh li manzumat Abi Hafs Umar ibn Muhammad ibn Ahmad al-Nasafi fil khilaf. Fil khilaf yani fil fiqh al-muqaran. Fiqh al-muqaranda 4 mazhab va 10-cı mazhablarni bayon qilib nazm qilgan Nasafi. Bu Nasafi 500-nechchi o'tgan Nasafi. Tulbat-ı Talaba deb kitobi bor. Bu da çok eski. Ya Nasafi'nin ciqalimlar bu. Lekin bu hozir başqa Nasafi. Abi Hafs mana. Abul Barakat de. Abu Hafs. Ma Umar, Abu Abdullah de. Ta'wilatul Qur'an ashara ilayhi fi sanaya kitabihi Madarikut Tanzil. Ta'wilatul Qur'an deb kitobi bor edi. Bu mush tafsirning ba'zi ariqlarida deb o'tib ketganning Ta'wilatul Qur'anning kitobida deb o'tib ketdi deydi. Mavjud nusxa minhu fi Jamiat Istanbul. İstanbul Üniversitesining kitobxonasida bir nusxa bormish kitobdan. Tahqiqlaydiganlar berib sağlam magisterlik unvanı alırlar. El-Menafi' şerh Nafi' al-İmam Nasiruddin Samarkandi. Zekara fi Taj-ı Taracim rahimahullah. Taj-ı Taracim bu mu Hanefi fuqahanın tercümanını bayan kıldığı kitap. Taj-ı Taracim. Demek Menafi' degan kitap ekan. Bu kitap nimaning sharhi ekan? Nafi'. Nafi' degan ekan bir harfni jarliqda Menafi' oldu. Demek bu maziyatli gap bo'lmadi, sharhi demakchi. Vacip şeriyat adamki kitap bu adam. Demek Nasiruddin Samarkand'ın bu Fıkhın Nafi'. Aslı bu Nafi' degan kitap Fıkhın Nafi' ismi. Suudi Arabistan'da basıldı 4 mücellat. Suudi Arabistan'da basıldı, Pakistan'da basılgan kitap. Pakistan'da lekin 1 mücellat basılgan. Suudi Arabistan tahqiqlab uni avtib 4 mücellat qildi. Rahimahullah ve gafara lahu ve lana ve li jami'il muslimin. Amin ya rabbal alamin. Vallahu a'lam bis-savab ve ilayhi al-marji' wal ma'ab. Muşanda burunqa muşularlik kitab tahqiqlashda asoslangan nusxildan bir necha o'rnak ko'z qilaman. Mushunda nusxitda shakli mundaraqda deb. Ma'vo shunda aniq o'qiladigan holat ekan, ba'zi kitoblar ko'zdan yig'ilib ketadi. Mushanda bir mujallad kitab mushuni o'qib, hozirgi mundarni kompyuterga besib, undan nashr qilgan. Tahqiqni oson emas. Bugungi darsimiz bo'lsinmi?